Qariyb chorak asrdan buyon o'z atrofida bilimdonlarni birlashtirib kelayotgan Zakovat intellektual o'yini turli soha vakillarini sinovdan o'tkazmoqda. O'yinlarda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha ishtirok etib, o'z intellektual qobiliyatlarini ko'rsatishmoqda. Navbatdagi manzil poytaxtimizdagi Xalqaro islom akademiyasi bo'ldi. 3, 2, 1 vaqt tugadi. Bu jumlalar bugun hech birimiz uchun notanish emas, negaki oxirgi yillarda Zakovatning bunday chaqiriqlari deyarli barcha tashkilot va korxonalar, ta'lim muassasalarida ham yangrayapti. Bu safar Xalqaro islom akademiyasida tashkil etilgan o'yinda poytaxtimizdagi 11 ta oliy ta'lim muassasasining talabalari jamoaviy tarzda bahs olib borishdi. Ular shunday qizg'in bir-biri bilan diskussiya olib borishganiga guvoh bo'ldim. Demak, ular beriladigan viktorina savollarini bilishmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham o'sha harakat qilishyapti. Qaysi bir qiz qaysi sohada kuchli va o'zini e'tiborini shunga qaratib, men ozgina kuzatdim qizlarimizni va yana bir e'tibor bergan jihatim akademiya huzuridagi Book Cafe. Men u yerga kirganimda Book Cafe to'laligini va bu yerni 90% o'quvchilari qizlar ekanligini meni juda ham xursand qildi. Demak, qizlarimiz bugungi kunda haqiqatda ham ilmga chanqoq. Zakovat turli yosh toifasi va har qanday soha vakillarini sinovdan o'tkazgan. Tartib taomil bir xil bo'lsa-da, har gal yondashuv va ishtirokchilar o'zgaradi. Bilimdonlar bahsining bu safargi qatnashchilari asosan talaba qizlardan iborat jamoalar bo'ldi. Birinchi raunddan keyingi tanaffusda esa biz ishtirokchilarning fikrlari bilan qiziqdik. Eng qiyini biz uchun yengil kavaleriya bo'ldi, chunki bu narsa esimizda emasdi. Keyin yana bitta savolga yaqin kelgandik, Rano deb yozibmiz, lekin to'g'ri javob kumush bo'lar ekan. Mana shu narsa hozircha alam qilyapti. O'yin yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa, keyingi turlarda yaxshi topishga harakat qilamiz. Natijalar qanaqa hozir? Natijalar hozir birinchi o'rinda ketyapmiz, birinchi raund natijalariga ko'ra. Savollar kutganimizdan oson, faqat chalkashliklar bo'lib turyapti. Javoblarni topishda eng ko'p kimning fikriga tayanyapsizlar? O'zim javoblarni yozib beryapman. Bularning ham fikrini eshityapman. Bir-birimizni to'ldirib turibmiz. Ancha yaxshi boshlanishga bo'lsa ham. Chunki hali umuman birga o'ynab ko'rmaganmiz. Birinchi o'yinda ham qizlar yaxshi ishlashyapti. Aynan mazkur o'yin Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi xalq diplomatiyasi markazi kubogi uchun o'tkazildi. Unda g'olib bo'lgan jamoani yana bir yangilik kutayotgani ma'lum qilindi. Bu yerda g'olib bo'lgan komanda yurtimiz nomidan mana shu tashkilot doirasida o'tadigan tadbirda ishtirok etadi. Bu hozircha g'oya. Biz buni alohida Zakovat intellektual o'yin harakati tashabbuskorlari, tashkilotchilar bilan bevosita muvofiqlashtiramiz va uni o'ziga xos hali tashkiliy jihatlarini ko'rib chiqiladi. Savollar masalalari, tarjima masalalari hokazo. Yakuniy natijalarga ko'ra O'zbekiston Milliy universiteti qizlari jamoasi mutlaq g'olib deb topildi. Keyingi o'rinlarni O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti hamda O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi talabalari qo'lga kiritishdi.